Amur Temurdan podpисчиlarimiz bormi? Amur Temurdan bo'lsangiz, bir like bilan kommentariylarda yozib beramiz. Amur Temurdagi Telegram kanallarga shu videoni tashlayveramiz. Chunki bo'rimizda sotiladigan 20 sotikli uyimiz bor. Xudo xolasa, video davomida barcha ma'lumotlarni aytib o'tib ketamiz. Undan oldin sizlarga manzillarni aytib o'tib ketamiz. Va siz podpiska bilan qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, bizlar o'sha davom etamiz. Amur Temurov Mang'itdan keltirganimizda, Mang'it taksilar turadigan yerga yetmasdan, mana shu o'ng qo'limizga burilib, To'lg'oq ko'chasidan tushganimizda 3-joyimiz sotiladi. Amur Temurov Mang'it taksilar turadigan yerga yetmasdan o'ng qo'limizga burib kelganimizda To'lg'oq ko'chasida mana shu uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Nasib bo'lsa, bo'rimizda vodoprovodlar kelib turibdi, vodoprovod suv oqib turibdi. Bo'rimizdan umumiy maydon 20 sotik, fasad tarafi 50 metr. Bu yog'imizda yana bir joy o'ringa joy bor, qarochisi. Bo'rimizda uzuni bo'tamizda 40 metr. Общий 20 sotik. Bu yog'imiz mana tarakkachi ko'rsatib bo'ladi, yerlarni ko'rsatib bo'ladi, yegilib, zo'r ko'garib turibdi. Mana shu holatida ko'rsatib bo'ladi. Endi bu o'tam bo'lsa, bu yog'imiz orqa taraflarini bir qator ko'rsataman. Uyimizni keyingi video davomida ko'rsatib bo'ladi. Mana shu yerlarimiz, shu uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Dokument kommersiyasi sozilyapti. Yer qurallari bor ekan, mahsulotlari bor qo'yilgan. Yerlarni ko'rsatib bo'ladi, ko'garib, zakoniy turibdi. Yonimizda bog'lari, yuzum, yo'rik, hamma narsasi bor ekan. Xudo xolasa shu yerlar uyimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Endi bu o'tamizda bir qator uyning ichini obzorini ko'rsatamiz. Uyimizning obzori mana shunday ulkan dalon, har yog'imiz ko'cha tarafdan kiradigan. Bog'ni ko'rsatib, orqa tarafdan kirdim. Ko'rsatib bo'ladi uyimizning holati. Bu yog'imizda mana ko'hna, mehr kerak. Endi bir qator ko'rishtiradigan yeri. Endi bu o'tamizda bu yog'imiz koridori. Koridorga kirganimizdan keyin o'ng qo'lda 4 ga 5 xonasi ko'rsatiladi. Patologlar ham ulkan. Yaxshi holatda va mehr kerak azroq. Mana shu bir zalimiz o'rtacha. Bu yog'imizda o'na ulkan bir zalimiz bor ekan. Ko'rsatilib bo'ladi. Shu holatda. Endi bu o'tamizda bu yog'imizda yana bir ikki xonasi bor. Bu yog'imizda mana yana bir xonasi ko'rsatilib bo'ladi. Bu yog'imizda bu o'tamizda yana bir xonasi, bo'rimizga bir remont kerak. Mana shu yerimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Amur Temurov To'lg'oq ko'chasi, ya'ni Mang'it taksilarga yetmasdan o'ng qo'lga kirganimizda To'lg'oq ko'chasida 3-joy. Endi narx-navolar haqida batafsil ma'lumot beramiz. Xo'p, bo'rimizning manzillari hamma narsasini aytib o'tib ketdik. Endi bo'rimizning narxini keltirib bo'lsak, umumiy maydoni 20 sotik. Dokument hammasi soz, hech narsa muammosi yo'q. Vodoprovodlar kelib turibdi, to'qlar o'sib turibdi, yer qirralari ham qag'il turibdi. Xo'p, bo'rimizning narxi bor olmasa, narxini 290 million so'm aytadilar. Yana ochib kelishgan yerlari bor. Bemalol o'zlariga telefon qilib bog'lanib, gaplashib olsalar bo'ladi. Hamma yaxshi kayfiyat bilan Mang'it Makler kanali.